Olimlar Quyosh tizimidan tashqarida joylashgan LHS 1140b sayyorasi haqida muhim kashfiyotni e'lon qildi. U bizdan qariyb 48 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan va o'z yulduzining yashash mumkin bo'lgan zonasida aylanadi. Bu esa sayyora yuzasida suyuq suv bo'lishi ehtimolini oshiradi. Eng muhim yangilik shundaki, astronomlar ilk bor aynan shunday toshsimon sayyorada atmosfera mavjudligiga dalillar topgan. Kuzatuvlar natijasida atmosferadan kosmosga chiqayotgan geliy aniqlangan. Olimlarning fikricha, bu sayyorada barqaror atmosfera bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. LHS 1140b Yerga nisbatan 5.6 baravar og'ir, diametri esa taxminan 1.7 baravar katta. Tadqiqotchilar kelgusida James Webb teleskopi yordamida unda suv bug'i, karbonat angidrid va boshqa gazlarni qidirishni rejalashtirmoqda. Aynan shu kuzatuvlar sayyora hayot uchun qanchalik mos ekaniga aniqroq javob berishi mumkin. Shunday qilib, olimlar LHS 1140b ni Yer tashqarisida hayot izlarini qidirish uchun eng istiqbolli sayyoralardan biri deb hisoblamoqda.